2026 yilgi Volkswagen Beetle bu afsonaviy modelning zamonaviy texnologiyalar, yangi dizayn falsafasi va ekologik talablarga moslashgan holdagi qayta tugilishi sifatida tasavvur qilinadi. Beetle nomi avtomobil tarixida alohida o'rin tutadi, chunki u o'tgan asrning o'rtalaridan boshlab millionlab odamlar uchun ishonchli, sodda va o'ziga xos xarakterga ega mashina bo'lib kelgan. 2026 yilgi yangi avlod Beetle esa ana shu merosni saqlagan holda, bugungi kun haydovchisi talab qiladigan qulaylik, xavfsizlik va texnologiyalarni o'zida mujassam etgan model sifatida ko'zga tashlanadi. Bu avtomobil shunchaki transport vositasi emas, balki hayot tarzi, dizayn va individualizmni ifodalovchi ramz bo'lib qolmoqda. Yangi 2026 Volkswagen Beetle tashqi ko'rinishida klassik dumaloq shakllar zamonaviy chiziqlar bilan uyg'unlashgan. Old qismida yumaloq faralar LED va matrix LED texnologiyasi bilan jihozlangan bo'lib, ular nafaqat yorug'lik sifati, balki energiya tejamkorligi bilan ham ajralib turadi. Radiator panjarasi minimalistik uslubda ishlangan, brend logotipi esa yoritiladigan dizaynda bo'lib, tungi paytda avtomobilga yanada futuristik ko'rinish beradi. Kapotning yumaloq shakli Beetle'ga xos bo'lgan, tabassumli dizaynni saqlab qolgan, ammo aerodinamik ko'rsatkichlar yaxshilangan. Yon tomondan qaralganda, 2026 Beetle o'zining ixcham, ammo barqaror proporsiyalari bilan e'tiborni tortadi. Katta diametrli yengil qotishmali disklar, past profil shinalar va silliq tom chizigi avtomobilga sportchi ruh bag'ishlaydi. Eshik tutqichlari kuzov bilan bir tekisda joylashgan bo'lib, aerodinamik qarshilikni kamaytirishga xizmat qiladi. Orqa qismida esa yangi dizayndagi LED stop chiroqlar, kengroq bamper va sport uslubidagi diffuzor elementlari joy olgan. Umuman olganda, tashqi dizayn klassik Beetle ruhini saqlagan holda, 2026 yil talablariga to'liq javob beradi. O'rindiqlar ergonomik shaklda ishlab chiqilgan bo'lib, uzoq masofalarga haydashda ham qulaylikni ta'minlaydi. Old o'rindiqlar isitish va shamollatish funksiyasiga ega, yuqori komplektatsiyalarda esa massaj funksiyasi ham taklif qilinishi mumkin. Orqa o'rindiqlar 2 nafar yo'lovchi uchun qulay bo'lib, shahar sharoitida kundalik foydalanish uchun yetarli joyni ta'minlaydi. Bagaj hajmi klassik Beetle bilan solishtirganda biroz kattalashgan bo'lib, kundalik ehtiyojlar, sayohat yoki xaridlar uchun qulaylik yaratadi. 2026 Volkswagen Beetle texnologiyalar borasida ham katta qadam tashlagan. Avtomobil zamonaviy infotainment tizimi bilan jihozlangan bo'lib, Apple CarPlay va Android Auto to'liq qo'llab-quvvatlanadi. Ovozli boshqaruv tizimi yordamida haydovchi telefon qo'ng'iroqlari, navigatsiya va multimedia funksiyalarini qo'lini ruldan uzmasdan boshqarishi mumkin. Simsiz zaryadlash maydoni, USB portlar va premium audio tizim salon qulayligini yanada oshiradi. Xavfsizlik masalasida yangi Beetle zamonaviy standartlarga to'liq javob beradi. Avtomobil adaptiv kruz nazorati, avtomatik favqulodda tormozlash, yo'l bo'ylab harakatni ushlab turish tizimi, kor joylarni nazorat qilish, orqaga harakatlanishda yordamchi kamera va 360 daraja ko'rinish tizimi bilan jihozlangan. Shuningdek, piyodalarni aniqlash, velosipedchilarni ogohlantirish va to'qnashuvning oldini olishga qaratilgan aqlli tizimlar ham mavjud. Bularning barchasi haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini maksimal darajada ta'minlashga xizmat qiladi. Dvigatel va texnik qismga keladigan bo'lsak, 2026 Volkswagen Beetle bir nechta variantlarda taklif qilinishi mumkin. Zamonaviy talablarni hisobga olgan holda, asosiy e'tibor yoqilg'i tejamkorligi va ekologik tozalikka qaratilgan. Benzinli va gibrid dvigatel variantlari bilan bir qatorda, to'liq elektr Beetle ham taklif qilinishi ehtimoldan xoli emas. Benzinli dvigatellar kichik hajmli, turbo zaryadlangan bo'lib, shahar va magistral yo'llarda yetarli quvvat va past yoqilg'i. 2026 Volkswagen Beetle ekologiya masalasiga ham katta e'tibor qaratadi. Zamonaviy dvigatellar past chiqindi gazlar bilan ishlaydi. Gibrid va elektr variantlar esa atrof muhitga zararli ta'sirni minimal darajaga tushiradi. Volkswagen kompaniyasining barqaror rivojlanish strategiyasiga mos ravishda ishlab chiqarishda qayta ishlangan materiallardan foydalanish, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish va uglerod izini kamaytirish maqsad qilingan. Bu avtomobil asosan shahar hayoti uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, sayohatlar va kundalik faoliyat uchun ham juda qulay. Uning ixcham o'lchamlari tor ko'chalarda va to'xtash joylarida muammosiz harakatlanish imkonini beradi.
Shu bilan birga, dizayni va texnologiyalari tufayli u yoshlar, oilalar va individual uslubni qadrlaydigan haydovchilar uchun jozibador tanlov bo'lib qoladi. 2026 yilgi yangi Volkswagen Beetle bu 60 va kelajakning mukammal uyg'unligi. U klassik dizaynni zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtirib, o'ziga xos xarakterga ega avtomobil sifatida maydonga chiqadi. Beetle har doim odamlar qalbida alohida o'rin tutgan va yangi avlod modeli ham bu an'anani davom ettiradi. Agar siz shahar hayotiga mos, dizayni bilan ajralib turadigan, tejamkor va texnologik avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Volkswagen Beetle aynan siz uchun yaratilgandek taassurot qoldiradi.